بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى تراويه kechalarimizni qiyomul laylarimizni hammamizga muborakbod aylasin. Alloh taolo toat va ibodatlarimizni dargohida husn ijobat qilsin. Alloh taolo iloho duosi qabul bo'ladigan, ibodati ijobat bo'ladigan qavmlardan bo'lmog'imizni nasib aylasin. Xudo xohlasa bu kecha qora akamiz muborak Moida surasini davomini tilovat qiladilar. Moida surasi buyuk suralardan aytganimizdek, Moida surasi Qur'oni Karimning buyuk suralaridan, ulug'vor ajru savobga ega bo'lgan suralardan hisoblanadi. Moida surasida eng mukammal darajada o'zini aksini topgan mavzu e'tiqod mavzusi, aqida mavzusi. Bani Isroilni, o'tgan qavmlarni, nasorolarni, nimalarga adashganlari, qayerlarga adashganlarini Alloh subhanahu va taolo birma-bir bu muborak surada bayon qilib bergan. Undan keyin An'om surasini inshaalloh tilovat qiladilar. An'om surasi bu chorpo degani, an'om degani chorva mollari degani. Alloh taolo chorva mollarini halol qilganini, ularni qaysi tarzda halol qilganini, qaysilari halol, qaysi holatda harom ekanligini Alloh bayon qiladi. Alloh taolo oziq-ovqat mahsulotlari borasida bizlarga aniq, tiniq, ravshan ko'rsatmalarni beradi. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum. Sizlarga barcha chorva mollari halol qilindi, faqat ba'zilariniki biz tilovat qilamiz, o'shalar o'sha holatda haromligini Alloh bildiradi. Bu halol, harom qilish bandaning qo'lidagi narsa emas. Xoliqu vojib taoloning qo'lidagi narsa. Bir narsa menga ma'qul yoki butun dunyo tabiblari jam bo'lib mana shu narsani odam organizmi uchun juda foydali ekanligini isbotlab berdilar. Agar Alloh harom degan bo'lsa, u harom. Alloh halol degan bo'lsa, u halol. Kimga? Musulmonga, mu'minga. Mu'min musulmon Alloh taologa iymon keltirgan. Iymon keltirdi degan nima degani? Alloh taologa ishondi degani. Uning so'zlarining haqligiga, ko'rsatmalarining sodiqligiga ishondi degan odam mu'min, ishonchli odam hisoblanadi. Ya'ni men Allohga ko'proq ishonaman boshqadan ko'ra. Alloh hargiz yolg'on gapirmaydi. Alloh hargiz noto'g'ri gapirmaydi. Va man asdaqu minallohi hadisa. Allohdan ham to'g'ri so'zli zot bormi? Hargiz yo'q. Alloh taolo chorva mollarini halol qildi. Bizlarga alhamdulillah. Qora mollar, qo'y echkilar, tuyalar, boshqa ov hayvonlariga ham ko'rsatmalar berdi. Magar ham ba'zi holatlarni qo'ydiki, ular nima? Harom. Chorva moli bo'lsa ham, qora mol bo'lsa ham, tuya bo'lsa ham, echki bo'lsa ham ba'zi vaziyatlarda ular harom bo'ladi. Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah deydi Alloh. Aynan shu surada sizlarga o'laksa go'shti, oqar qon, to'ng'iz go'shti Alloh taoloning ismidan boshqaga atab so'yilgan mollar harom qilindi deydi. Demak, bularni ba'zisi jismiy moddiy harom, ya'ni oqar qon organizmda zarari bor. Butlarga atab so'yilgan mollar esa bu aqidada harom, e'tiqodda harom. Bularni ko'rinishi bismillah deb so'yilgan go'sht bilan bismillohsiz so'yilgan go'shtning nima farqi bor? Ko'rinishi bir xil, tarkibi bir xil, laboratoriyada kiritsangiz bir xil. Lekin musulmonni islomiy prinsipiga, islomiy me'yoriga bir to'g'ri keladi, ikkinchisi to'g'ri kelmaydi. Birinchisi shukrona moli, yaratgan xoliqining roziligi uchun so'yilgan mol. Ikkinchisi esa kufrona moli. Yaratgan xoliqini qo'yib boshqa uchun so'yilgan mol. Musulmon mana shu islomi bilan, iymoni bilan boshqalardan farq qiladi. Boshqa
nima qiladi? O'zining nafsiga, o'zining xohishiga qarab yuradi. Nafs, xohish odamni qayerga yetaklasa, o'sha yerga inson yo'rg'a bo'lib yuradi. Shuning uchun An'om surasida Alloh taolo muayyan mollarni halol qilganini, muayyan mollarni harom qilganini, harom degani taqiqlangan. Undan yeyish mumkin emas. Ba'zi joydan istifoda qilish mumkin emas. Mana shuni Alloh subhanahu va taolo bizni sizga bayon qilib beradi. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karimni o'qishda, uni eshitishda hammamiz diqqatli bo'lmoqimiz darkor. Qur'oni Karimning har bir harfi agar quloqimiz pardasini, qalbimiz torini chertsa, dunyo va oxiratda saodatmand bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning mujday muboraklari bor. Ihabun fihi kalamulloh faqad harramallohu alayhi an-nar. Har bir etda Allohning kalomi bo'lsa, otash-i do'zax o etga harom deydilar. Buni o'qigan muhaddislar aytadilarki, bir parcha etga Allohning kalomi bo'lsa, Qur'on o'qilsa deydilar, quloqimizni pardasini Qur'oni Karimni harflari nima qiladi? Tebratadi. Demak, naqsh bo'lib qoladi. Qalbimizga Qur'on bor, alhamdulillah, kammi ko'pmi bor. Demak, Alloh taolo bizni otash-i do'zaxdan xalos qiladi deb, asraydi deb yaxshi niyat qilgan ekanlar. Inshaalloh ushbu kechalarda Qur'oni Karimni ko'proq o'qimog'imiz, uni tafsiriga ko'proq inshaalloh diqqatli, e'tiborli bo'lmog'imiz darkor. Birlari aytadilarki, ko'p o'qigandik kitoblarda, rivoyatlarda, faloncha bir kechada Qur'onni xatm qildi. 30 pora Qur'on bir kechada xatm bo'lsa, hozir biz bir kechada qariyb 1,5 pora Qur'on o'qiymiz. 30 pora bir kechada xatm bo'lsa, bu katta gap. Aytadilarki, ishonmay yurgandim. Ishonmay tolibi ilm edim deydilar. Ishonmay yurgandim. 40 yoshga yetganimda Qur'oni Karimni yodladim. Ya'ni har yil o'ziga muayyan bir vazifa qo'ygan, yodlab boravergan. Inshaalloh 10 yoshga bo'lsak, 10 yoshda bo'lsak, bir poradan har yil yodlasak, 40 ga qilganda qori bo'lamiz. Bir pora bir yilda muayyan o'zimga o'qildim, 40 yoshga kirganimda deydilar, nima qildim? Qur'oni Karimni yod oldim. 3 ta o'rtog'im bor edi, sadoqatli o'rtog'im. Qishning kechasida ularni chaqirdim. Ularga ziyofat berdim. Ziyofatdan keyin aytdimki, do'stlar, o'rtoqlar, bu kechalaringizni menga bag'ishlanglar. Nima qilamiz? Men Qur'onni yodladim, xatm qilaman, orqamda o'tirasizlar. Chunki ular har uchalasi qori, mabodo men xato qilgan joylarda sizlar to'g'rilab qo'yasizlar. Bomdod namozigacha deydilar, yarim soat qolganda Qur'oni Karimni xatm qildim. Bildimki, Qur'oni Karimni 30 porasini bir tunda o'qib bo'lar ekan. Ana himmat, ana sadoqat, ana e'tiqod. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham mana shuni nasib qilsin. Alloh taolo iloho muborak tunlarimizni qabul aylasin. Hammamiz ilohiy ahkomlarga rioya qilguvchimiz. An'om surasida kelgan ko'rsatmalarga hammamiz amal qilamiz. Alhamdulillah. Bobolarimiz, Xudo rahmat qilsin hammalarini. Sovet tuzumi zamonida bo'lsalar ham, qattol tuzum zamonida bo'lsalar ham, uyimizda o'sha zamonni kalbasasini va magazinni go'shtini uyimizga yo'latmasdilar. Magazinning go'shti 1 so'm 40 tin, qassobning go'shti 6 so'm. 6 so'm qassobning go'shti, magazinniki 1 so'm 40 tin. Buni 1 kilosiga undan 6 kilo beradi qarib. Lekin yo'latmadilar. Shuning uchun biz siz bugun bu jamoatda o'tiribmiz. Ana o'shalarning duolarini, ana o'shalarni ilohiy ahkomga
sadoqatlarning sharofati bilan bugun farzandu nabiralar o'tiribmiz. Nima uchun? Inshaalloh qonimizda, vujudimizda halolning tarkibi ko'proq inshaalloh. Alloh o'tganlarimizni rahmat aylasin. Alloh taolo tarovihiy kechalarimizni muborakbod aylasin. Qora akamizga Alloh o'zi kuch-quvvat bersin. O'zi tillarini burroq qilsin. Bizlarga inshaalloh ushbu fazilatli tunlarda maza qilib Allohning kalomidan miriqib yayramog'imizni, iymonimizni yanada mustahkamlash soati bo'lmog'ini nasibu muyassar aylasin. Robbi yassir va la tuassir va tammim bil xoyr.